Inshaalloh ertaga farzandlarimiz bilan umraga jo'nab ketamiz. Videoga like bosganni Alloh tez kunda oilaviy baytiga chaqirsin. Bu postim hammasidan da foydali bo'ladi. Erkak va ayol uchun umra chemodanlarini tayyorlaymiz. Erkaklar uchun 2 bo'lak matodan iborat ihromlik va uni kamari. Ayollar uchun har qanday toza yuvilgan ko'ylak hamda ro'mol ihrom bo'la oladi, faqatgina gulsiz, e'tiborni tortmaydigan bo'lgani ma'qul. Erkak hamda ayollar uchun kiyimlar zapasi bilan 3 ta 4 tadan bo'lgani yaxshi. Ichki kiyimlar, gigiyena vositalari va albatta parashok olishni unutmanglar. Parashok olishning sababi u yer juda ham issiq, bir kunda 3-4 martalab kiyim almashtirishga to'g'ri keladi. Deyarli hamma mehmonxonalarning yuqori qavatida kir yuvish mashinalari bo'ladi va o'zingizlarning kiyimlarni o'zingizlar yuvishingizga to'g'ri keladi. Nima uchun? Aynan Copen Plus premium kir yuvish kapsulalari Koreyada ishlab chiqarilgan. Ushbu kapsulalar nafaqat kir yuvadi, balki ichidagi mayin granullar kiyimlarga ajoyib hid ham beradi. Hidlari 48 soatga kiyim va matolarda turadi. Mahsulot gipoallergen, yosh bolalar kiyimlarini ham yuvsa bo'ladi. Allergiya keltirib chiqarmaydi. Bitta kapsulada maksimal qulaylik. Soldingiz va tayyor.